Har bir inson yer yuzida bor bo'lgan insonlar olamga, jahonga, oilaga, dunyoga o'zini qarashi bilan qaraydi. Chunki degina bizning besh barmog'imiz bir xil emas, hammamiz har xil ko'z bilan qaraymiz. O'zimizni qarchimiz bilan o'lchaymiz. Hammaga har xil maslahat bera olamiz. Hammamiz har xilmiz. Biz insonlar bir xil bo'lsak, balkim dunyomiz boshqacha bo'lardi. Biz insonlar har xilmiz. Oq qoraga bo'linamiz. Istaymizmi, istamaymizmi, biz bo'linamiz. Masalan, qarang, kimdir sizni xafa qilib qo'ydi yoki siz kimnidir qalbini og'ritdingiz, to'g'rimi? U sizga achchiq haqiqatni aytgandir. Siz balkim u narsani tan olgingiz kelmagandir yoki siz unga achchiq haqiqatni aytdingiz, u tan olgisi kelmagandir. Yer yuzida faqatgina ayb ishni qilgan insonlar kechirim so'ramaydi. Aybsiz insonlar ham kechirim so'rab turishadi. Agar siz birinchi bo'lib uzr so'rasangiz, kechirim so'rasangiz, u inson qilgan ishidan pushaymon bo'ladi va uyaladi. Bir-birimizdan uzr so'rab yuraylik. Xafa bo'lish bizga emas.